Assalomu alaykum hammaga. Mana anchadan beri KIP yoki karussellarga oid hech narsalar qo'ymayotgandim. Va hozir biroz oldin YouTube kanalimda post joyladim. Bu 2026-yilgi KIP darslari, exam, asosan imtihonlarni sanalari. Albatta bunga oldindan tayyorlanib boring, chunki ayniqsa KIP ya'ni sajompyonka topshiradiganlarga bu juda kerak bo'ladigan narsa, chunki agar oldindan tayyorlanib borsangiz birdaniga level 1, 2 emas, balki 4, 5 gacha birdaniga chiqish imkoniyati bo'ladi. Chunki men o'zimda ham birdaniga 4 olganman va 4 leveldan boshlab ketganman va aytaylik har bir level 100 soatdan bo'lganda siz aytaylik 4 gacha 4 dan boshlasangiz, ya'ni 300 soat bu yerda dars o'qishingiz shart emas. Birdaniga tezroq KIP 5 gacha tugatish imkoniyati sizda bo'ladi. Omad.